aynan shu xonadondagi fishkani men boshqa xonadonlarda ko'rmaganman. Video davomida o'zingizlar ko'rib, fikringizni kommentariyada bildirib ketasizlar. Qani kelinglar. Bu yoqda bizada детский spalnamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Mebellari bilan jihozlangan, shkaflar o'rnatilgan, dars qilish uchun stollar ham qoldirishgan ekan. Kap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadonimizda 2 xona, 3 xona qilingan. Bu ko'rib turganingiz gостевой zal, полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Bu yoqqa mягкий уголокlar o'rnatib qo'yishgan. Devordagi kartinkalarga alohida respekt. Bu xonadonimizda avtorskiy proyekt ekan. Bu yoqda родительский spalna joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Devordagi mebelga bitta baho beringlar. Shunaqasini ko'rganmisizlar? Hamma kiyim-kechaginglar bemalol sig'ish uchun zo'r sharoitlar qilib qo'yishibdi. Ana endi esa sizlarga xonadon fishkasini ko'rsataman. Ko'rishga tayyormisizlar? Qani ketdi. Buni qarang, bu yoqqa kravat o'rnatib qo'yishgan ekan. Bu yoq tarafimizda esa oshxona. Bu fishka kechqurun qorni ochib qoladiganlar uchun zo'r variant. Yokida ayolingiz bilan urushib qolsangiz tayyor joy. Bu bizda oshxonamizda полностью mebel texnika bilan jihozlangan, sifatli texnikalar o'rnatib qo'yishgan ekan. Xonadonimizda Yakkasaroy tumanida joylashgan Orientir Bobo kafe 52 kvadratdan iborat. Hozir esa sizlarga prixoshka qismini ham bitta ko'rsatib ketaman. Bu yoqda mebellar o'rnatib qo'yishgan. Bu yerda esa sanuzilimiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Dushovaya kabinka. Xonadonimizda hamma qulayligi bor ekan, srochniy narxlarda sotilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Video tagida полный описанияsi qoladi xonadonni. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.